vazifani ijro qilishga kirish bilanla mag'lubiyatga uchraydigandek bo'ladi. Nimalarni o'qib keldingiz? Tayini yo'q. Aç köp emas. Bu yerdagilar nihoyatda jimqo'r, baqoqatchoq ekan. Har qanday kishida ehtiyot qiladigan yerliklarmi shundoq ekan. Yesda, xoin bor ekan. Yeriniz bilan nere bo'lgan bo'lsa, biz sozliqdagi boshqa yo'l bilan mang'atdik. U yerda g'ol temir yo'l va ko'rik bor. Biz endi Georgiy manga yo'l bilan mangamiz. Balkim. Nima? Ehtimol manga yo'limiz birdir. Boshqa amal yo'q. Biz to'taylan birlikda sozliqdan o'talaymiz. Sozliqda Hanka ismli bir ayol bor ekan. U bu sozliqni besh qo'ldak biladi ekan. Siz qanday bildingiz? U bu yerdan angladim. Aras bir momayning aytishicha, uning yaqinlashmoq tasga. U qayerda ekan? U sozliqning o'tirisiga bir kabida turdi ekan. Fashistlar uning yigitini darg'a esib o'ldirib ekan. Inisi partizan ekan. Anka kasal onasiga qarash uchun qopti ekan. U
u qandaq turmush kechirtgan? Anlasam sazlıqda kichik orol bor ekan. U shu yerda g'oz, to'xib yiqibdi. Tig'i qopqon qo'yib toshqa mutdi ekan. Partizanlarga pat-pat yeydigan narsa yetkazib berdi ekan. Orolga qandaq bag'lı bo'ldi ekan? Sazlıqda chig'ir yo'l bor ekan. Yo'lni ayt xatarlik ekan. Bu yo'lni hech kim bilmaydi ekan. Onun bilan ko'rish baqayli. Unda qasan ish yo'q. U o'zi yolg'iz yurdi ekan. Kentkilar uni ishki nemis askarini bo'g'ib o'ldirib, sazliqqa tashlab o'tgan deyishdi. Maşinanız sizni saqlab qoldi. Siz erkinlik chiqdingiz. Men tunni kundan boshlab erkinligimni yo'qotdim. Mangu yo'qotdim. Bu nima deganingiz? Men qism qaytmasam bo'lmaydi. Menga sizga ayon. Meni harbiy sud kutib turdi. Bu ishni siz aytib qo'ymasanizlar hech kim bilmaydi. Sho'pirimchi. Uni aytmaydi. Men onunla paranglashgan. Bo'lmasa uni sudga tortildi. Yo'q. Meni ikki xil ehtimol kutib turdi. Biri harbiy sud tarafidan sotlanish. Yana biri o'zim sotlash. Her ikkilisinin akıbeti o'xshash. Tushunamadim. Tunigundan buyon nurg'un ishlar yuz berdi. Qaysi ishlarni deysiz? Siz bizga yordam berdingiz. Biz sizni majburladik. Men bir tarafning xato qilayotganligini bilyapman. Lekin sizlarning to'g'rimi xatomi? Buni bilmayman. İki tarafning farqini aytib zo'r. Vaqti kelganda bilib qolasiz. Meningcha bu ikki taraf o'rtasida bo'shliq uzoqcha mavjud bo'lib turdi. Men hayotli bo'lsam. Gitlerchilarni bek o'sh ko'raman. Ulardan nafratlanaman. Uzundan buyon ularga ergishib ishlab keldim. Jon ko'ydirib ishlash men uchun cheksiz jirkinishlik. Sizlarni tabigini tushunmayapman. Men hozir zapastik ofitser. İlgari o'qituvchidim. Qaysi tarafga qatnashish menga to'g'ri kelmaydi. Buni burunli biletdim. Siz ketavering. Har qaysimiz o'z yo'limizda mangayli. Bu so'zlaringiz sizning to'g'ri yo'lga manganligingizni tushuntirib berdi. Buningga uzoqroq bir jarayon kerak. Men farq etdim. Uqdim. Xuddi nuri jiqqush aynat ko'rgandek toza tushundim. Öz erkinligingizni teping. Onundan to'liq foydalaning. Tapanchamni qaytarib berishga bo'lamdi. Bo'ladi. Özünü öldürüp algan. Çokum şundaq. Nemişqa? Tava birinçer. Yaşaşı halamaptı. Ölüyüzü sebep kötüsün nima acıdı? Cumhuriyet asırının
Ayoliga yozgan xat ekan. Vasiyat? Eng oxirgi vasiyati bo'lsa, ichib ko'r baqili. Nimalarni yozibdi? Yana shu kona muqam Vurinchar. Ma'rifchilarning millat oldidagi mas'uliyati demdi, millatning davlat oldidagi burchi demdi. Bularning hammasi mag'lubiyatchilarning muqami. Vijdonmishdir. Xuddi bizda vijdon yo'qdi. Bu qatda yetdilar. Bo'lmasa bizning sha'nimizni bulg'aydi. Andaq xotnoq nima deymiz? Uqtirish bo'yicha urush maydonida davlat otimizga sodiq bo'lib, botirlash qurbon bo'ldi dedim endi. Bo'ldi. Onu o'zini o'ltirib oldi deb faqat o'ylamabdi ekanman. Bundaq bo'lishini hech kim xiyoliga keltirib baxmagan. Kishilarning shaylarga bo'lgan pozitsiyasi ko'p hollarda o'ylagan yerdan chiqmaydi. Ular normal odamlarga o'xshamaydi. Ular aslida normal odamlar emas. Gitler taxtga chiqqandan keyin normal narsalar butunlay ostin-ustin bo'lib ketgan. Germaniyada ostin-ustin qilib etilgan narsalarni o'ngshashga oid uzoq vaqt ketadi. Shundaq o urushdan keyin hayot bo'lgan bo'lsa, bizga yordam bergan bo'ladi. O yo'l topmoqchi bo'lgan. U izdidi, ammo topolmadi. Meningcha, sizning mangan yo'lingiz unikidan to'g'ri, yo'ldosh eriniz. Ular sazliqni muasir qilgan qo'shinlarni boshqa tarafga olib ketdi. G'arb shimol tarafga. Sazliqni oqtirishni to'xtatdi. Biz maqsadimizga yetdik. Ularni iziqtirib etdik. Kesingiz bo'ladi. Bu ish tozimi bema'nilik, kulkilik to'yildi ekan. Qaroqchilar to'g'risiga g'alati hikoya. Eliq ablaqlarning qaltispini sivakan. Ola degibni xalqancha o'ynatib ko'ldirilib o'tadi. Degib qapoq qo'sh yoki tozimi o'tib ketgan qobiliyatsiz nima ekan? Mo'shi bir necha kunda yanada ilgirlash bo'lmasa, bizning qo'l silishimizga to'g'ri keladi. Siz qanday tayyor? Biz hozir qo'l solmay turaylik. Biz u odamlarning bu yakilishligi maqsadini bilmagan tursak, bunday qilishning nima ishdi? Bu ishga ko'ngil biladiganligimizni degib bilibla qolishning o'zli kifoya. To'g'ri, hozir shunday bo'lsin. Bizmi oldirawatganligimizni chandırib qo'ymaylik. Degib shavshavning bu qitim savallik ustida uni buni deb yurmaylik. Bo'ladi, so'zingizga qo'shilaman. Axborot punktiga aytib qo'ying. Ular qo'g'lashni davomlashtirsin. Ahvollarni vaqtida ma'lum qilsin. Degibning yerda bo'lganlik orden mukofotiga sharaf bilan ega bo'lganligini tabriklayman. Ham salomatligining baldiroq aslik kelishiga tilakdoshman. Xo'p, deyjan. Bazil keldimi? O sirti saqlayotdi. Kirsin. Bazil. İkinci dereceli zarbedardının diyeceğin Bazil geldi. Vadot ispatı da fevkalade ahvalla görülmedi. Siz hazır kurallık SS'çiler ofiseri emas. Hazırki salaytınız G20'nin 594. numaralı harbiy davalash ambirda doğru materyallarni boshqargan oddiy bir jo'ngshi. Boshqa narsa emas. O'ldiring. SS'çilar kiyimini kiymagan bo'lsam-mu, lekin boshqalarning asli unvonim bilan otishiga yana xushtarman. Alayda vazifa o'tayotganingiz uchun asli salaytingizni unuting, Bazil. Elimi yaxshi unutumabsiz. Ilgari sizga bir mazgil toza asqatgan. Polshadagi kichikkin bir bozorda saqchi atirtining boshlig'i edingiz. O'tgan ishlaringizni to'limi pesh qilib ketmang, qadrligim. Men Varshavadagi chaqlarni deyman. Shu chaqda siz Varshavada turishliq elchixonaning maslahatchisiniz. Men saqchi atirtining kichikkina boshlig'i turib, sizga muhim bir tizimlikni bergandim. Bu tizimlikning muhimligi sizga nihoyatmi ayon.
Bir kechada fransiyalik bir turkum qabiy dushmanlar tazlangandi. Bu yaxshiligingizga yaxshilik bilan javob berdi, qadrligim. Men bilan tanishganingizga 10 yil bo'ldi. Siz bilasizki, siz ishongan kishilar uncha qobiliyatsiz emas. Ish o'tib ketdi, ahvolmi o'zgardi. Agar yangi harakat bo'lmagan bo'lsa, men bu yerga xizmat ko'rsataman deb keldim. Andaq siz qattiq ehtiyot qiling. Birinchi darajalik urush holatida turing. Düşman tarafning kichik bir guruhi yaqin atrofga parashyut bilan tushgan. Biz ularning haqiqiy muddaosini texib bilmadik. Ham aniqlayolmadik. O tunögün moş vaqt kelgandi. Men uning kayniga tushdim. Lekin 10 minutdan keyin uning qarsimi ko'rinmadi. Bugun uni qochirib qo'ymayli. U keldi. Uni ko'zni yo'qitib qo'ymanglar. bo'ldi? Anka. Biz düşmanla qo'g'layotgan kishini izlayapmiz.
Bizni sazlıqdaki aralğa başlap basınız. Boğumuzu özümüz yol tapaylı. Vaxtını geçiştirmeyli. Aldırmana eniri. U kelgen taraf bilen mansak bulayıverdi. Eniri. Eniri. Bizga yordam qilsangiz, Anka. Men uning bilan söylashib boqay. Bizga haliqi kishini tepishib bersangiz. Men o kishini tonimayman. U bizning do'stimiz. Biz uningga muhtoj. U bizga muhtoj. Bizga yordam qilsangiz, biz amal qilib uni jazman topamiz. Zarar deb bilganda sizni majburlaymiz. Majburlig'ingizga qo'rqib qolmayman. Bilaman. Lekin buningdan boshqa amal yo'q. Bizga ishining. Ishin? Biz ishg'oliyatchilar bilan kurash qilyapmiz. Xuddi sizga o'xshash. Mening sizga ko'rsatgandek tanishtirishim yo'q. Siz ishining, Anka. Bizning do'stimiz yaralangan. U yordamga muhtoj. Siz davolanib bo'lmaydi. Bizga yordam qilganingiz fashistlar bilan kurash qilganingiz. Mening sizga ko'rsatgandek tanishtirishim yo'q. Menga ishining. Bizga yordam qilganingiz fashistlar bilan kurash qilganingiz. Menglar, bu yoqqa mangmanglar. Mening sizga ko'rsatgandek tanishtirishim yo'q. Menga ishining, Anka. Bizga yordam qilganingiz
Faşistlar bilan kurash qilganimiz. Mening sizga ko'rsatgandek tanishtirishim yo'q. Menga ishning anga. Keldik. Bu ayede. O texi akşamla battı. Meni yardaqqa ilib qashqunda demisem, o menga hech qancha ish emas. Sho janoblari. Ish uzil. Endi qanday qilamiz? Buni men uqmayman. Men turishliq butkul rayoni oldingi satlab e'lon qilib o'tamayman go. Bir necha kundan beri ba'zilar bizning burnimizdan yetlab yuridi. U yer shardan izsiz g'oyib bo'lib ketmas. Rastlı shunday bo'lsa-chi. Gapingizcha Ehtimol shunday to'g'rincha. U yer sharidan izsiz g'oyib bo'lib ketdi. Uchiqroq qilib etsam, u ablaq sasqit o'ldi. Yo'q. Mumkin emas. Uni nurg'un kishilar ko'rgan. Jarayatingiz qandayroq so'zlashimga ruxsat qilsangiz. Bu gapni og'zingizni olmaylik qo'ying, birinchi. Amsi eliq sasliqni yana aqtirib baqamdiq. Napoleon'un ögüneyli. Işqınmağandan göre hatavasım azraq işqıgan tüzük. Lekin o bütün armiyası bilen tarmar boğan go. Boşup ketmen uğruncar. O küllerinin peşimizi kilişke heli vakit var. Aras, buyruk. Barlık katnaş tügülleri, erbi teminat punktları, erbi gazarmalar, vokzallar təşvişini küçeysin. Krakow'dan telegram. Şo janoblari. Kelsangiz bo'ldi. Bu tazımı pəskəsikdə. Bu SS'lar kişini tazımı məskır qıldan bo'lib ketdi. Mening yardar bo'lib ordun ağınımni təbrikləbdi. Texi balduraq saqıyışımğı tilakdaş bildiribdi. Eliq parsçılar bilan nima çatqım? SS'chilar qiziqsa shular berib oqtirsin. Biz quruqliq armiya axborot punktida bosh og'ritadigan ishlarni bir taraf qilishga yetishmayapmiz. Amisa siz qanday qilamiz? Yetakchi düyünün duyacağını haqqa etib qo'ying. Uning yaxshi ko'ngli rahmat. Bu yerdagi oqtirish darhol to'xtatilsin. Bu yerdagi oqtirish darhol to'xtatilsin. Boris, ayağa qarang. Tez. Gel özüşüm. Biz keldik. Georgi. Keling, Ernest.
Ülke ışık geldi. Yaxshimisiz, yo'ldosh Georgiy? Georgiy. Yaxshimisiz, Georgiy? Uni charchitib qo'ymanglar. Sizlar meni qandoq topdinglar? Bu ancha muhim emas. Muhimi bundan keyingi ishlar. Bundan keyingi Yarangiz obdaroq saqaysin, Georgiy. Bu hamida muhim. vazifa buningdami muhim? Qizitmangiz yong'amdala ishlay olasiz. Shundaqmi vaqt qiz. Darhol ishni boshlashimiz kerak. Yeting, Georgiy. Yarangiz saqaysin. Eneri sizga amra bo'lsin. Bu narsalar Georgiy bilan sizningki. Harbiy kenishga yurish qilish buyrug'i. 6 parcha jadval. Yana qism belgisi. Sizlarning harbiy kiyiminglar, Henry. Bir bob qilib qo'ydim. Bu har xil ordenlar. Bu qap bizda qalamda? Ha, bizga boqchi hosil bo'ldi. Undaqda telegram apparatini-chi? Hozircha misha turib tursin. Yo'shirinishga aplikrak joy topayli. Yo'lga chiqishdan ilgari Shangshoga telegram beraman. Uning hozircha lozim yo'q. Avval jip uchun topayli. Sizlar Vileshga beringlar. Birdan bir yipuchi shu yerda. Nega bormiz? Velishki tarafga. Krakovga yaqin atrofga. Yiroqmi? Xaritaga qaraganda 6 soat mangimiz. To'xtanglar. Biz urush maydonidagi chorliq judik. Nega Shomoy janoblari? Favqulodda vazifa bilan shtabga ketyapmiz. Mana bu yurish qilish buyrug'imiz. Çatak yok. Meni everinglar. Ko'proq ehtiyot qilinglar Shomoy janoblari. Bir necha kun ilgari dushmandan bir guruh adib mishagi parashyut bilan chiqqan. Ular nihoyat farosatli. Hayda. Rahmat sizga. Biz cho'qim ehtiyot qilamiz. İşimiz mushundaqla o'ngishli bo'lsa yaxshi bo'ladi. Navari siz burun turgan qismdagi biror tanishingiz uchrab qolsangiz qanday qilasiz? Mumkin emas. Birozmi qo'rqmamsiz? Qo'rqmayman. Siz urushdan boshlattınız. Boshliq meni sizni qo'l qilishga vatdi. Sizni harbiy sotga vatib bermez. Siz buyruqqa qarshilik qilyapsiz. Shomoy erni.
Özümü başlıqqa aytdim. Men barlıq gücümle işqi saldım. Bizning qo'shin hech qanday tayyorliqsiz, himoyasiz ahvolda 3 qatim hujum qildi. Biroq har qatimda qarshi tarafning o't kuchi bilan oshkorilib qoldi. Amsi 4-chi qatim hujumga salab olmamdi. Mo'rdilar atakiga o'tolmaydi. So'zingizcha, qo'l ostingizdagi kuch Hozirgi kuchimizga qarab bergan shov-shov janoblari. Birinchi yil. İkinci yil. Üçüncü yil. Moşu adamlarınız bilen yeni bir qatim hujum qo'ydi. Bu özümüzün ölümü tutib egenlik. Bu benim buyrug'um. Ma'qul. Ma'g'ay. Hayat qilishni xohlaydiganlar, men bilan menglar. Bu mening eng oxirgi bir poy o'qim. Onun kısmı sel yenipti. Bu mening sho'rpamning kuchi. Sizning emas, men qilgan to'q sho'rpisning kuchi. Akelim, men qilay. Georgiy patarni saqib ketami? Bir nima demakdasiz? Uning jarohati jiringdabdi. Qani yuqumlanib qolmagandi. Yaxshi jarohatga o'simlik dorisi ishlatib baqsaq mekin? Siz o'simlik dorisini demoqchimi? Shundoq. Opamdan so'rab baqsam bo'ladi. Uqdingizmi? Opam nurg'un o'simliklarni biladi. Lekin uning kesili pek og'ir. O'rnidan tura olmaydi. Balkim uzun yashamas. Eningizni izlsiniz olmamdi. Siz bunu nereden bildiniz? Yani için anladım. Eniniz partizanken, şunaqmı? Siz yolunu bilisiz. Bırak kentimizge, bizim öyge basınız bo'lmaydi. Bo'lmasa, Georgiyaga, bana hem özünüzge çatak deb bersiz. Meni izlab bormang. Uqdingizmi? Bo'ladi. Ne? Georgiy uxladi.
Sizlar nima odamlar? Sizga tushunishli qil. Nemislar bilan kurash qiladigan nemislar? Biz Gitler bilan kurash qilayotgan nemislar. To'g'ri bo'lmadi. Oranglarda Polak, Ruspa. Sizlar nemis. Afsus. Siz vataningizni so'ymamsiz? Bilmayman. Nimalarni so'ysam bo'ladi? O'rmonlarnimi? Tog'larnimi? Yoki daryolarnimi? Bu narsalarni biladi ba. Yurtingizni, do'stingizni so'ying. Ochiq aytolmayman. Ko'nglim parakanda. Men burun Gitlerning Yoshlar ittifoqi a'zosidim. Buning ixtiyorim bilan emas, majbur degida qatnashgandim. Men faşistlarni tushunmaydim. Endi tushundim. Nima qilish kerakligini asta-asta bildim. Shunda qilib vatanimizni qutqizish uchun kurashga atlandim. Shu. Amsa, uchu. U kim? Georgi? Nemismi? Emas, Amerikalı? O internasyonalist. O'ng'i burilib, yan 5 kilometr masaqla. Velishkining yinidagi o'rmonliqqa yetib boramiz. Ondaqda Velishkiga nimaga boramiz? Keyin aytib beray, Shangvey. Sizlar bu kishining ismi va adresini yodlab olinglar. Ondan bu qog'ozni ko'ydirib o'tinglar. Hech kimga aytmanglar. Hargiz aytmanglar. Bu qurilishni yasagan hamma odamni fashistlar o'ldirib etgan. Bir kishi hayot qolgan. Bu odam birdan bir jipuch. U qermo, yoshmo, igizmo, pakamo, taqturqi qanday. Buni hech kim bilmaydi. Uning Aryan millati ekanligini bilamiz. Aryan millati degan nima? Bu faşist irqchilarning bir ijodiydi. Bu irqda nemisqini ham, polaqqini bor. Bu öngür yaman emasken, xizmat o'rni qilsak bo'g'day. Bu ishxona va kiyim-kechak uyi. Bu yemek-ichmak iskilar. Bu yoqdagi qurol yarog' skilati. Keyingi planimiz nima? Boramiz. Bir odamni izlaymiz. Yonik bilan ikkimiz puxraj kiyinimiz, erimiz harbiy kiyinidir. Yonik adres bo'yicha izlaydi. Men yonikni qo'g'dayman. Erimiz yaqin atrofda post turdi. Yan tarafdan qo'g'dayman. Adresini aytib ber. Belishki konser Krakovskiy ko'chasi 17 numarni qo'y.
Beşinizki efendinin uyumu işedi mi? Ha, üstünki qavatta. Rahmat. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Birinci ben makineden düşüyorlar. Arkadaşlar. İkinci ben makineden düşüyorlar. Arkadaşlar. Tez olun. Kapı araya terin. Ha? Kaptan bulun da. Tez. Amma öyle toluk aktırınla. Yarı astı üye. Bal kulağıma kamışsın. Bir ara adamı keşif ketmişsin. Tez tarkalınla. Grup kulak bölünüp tarkalınla. Ha, çakır. Aman öyle. Çıkar bak. Çıkar. Sen çıkar. Seni demeyin lan. Aman kızma. Siz beşinizki efendi bulamsız. Bayka. Doktor. Ha, del vaxtıdır geldi. Bu abla tazıma kovken. Keşip gitmen davat kılın. Ben Aryan milleti. Boldu. Bu yarım hastanesi. Kadirligim. Hazır bu ıskatmaydıgan bop kaldı. Van. Van. Miyaz bir suaket. Doktor. Bakın yakın. Bana.
bu yoqqa kel. Ay, şu. Özü şu. O növbetçilik punktida aşpazdik. O'g'irlik qilib qochib ketgan. Aslida bu yerga yoshirinib ketganda. Suni qanday olib ketmoqchi? Shang'oy janoblari. Darhol olib ketib, qattiq bir taraf qilamiz. Sizga ko'p rahmat. Men boshlig'ingizga aytib qo'yaman. Sizga askar qo'shib beraymi? Shang'oy janoblari. Yo'q, hojasiz, jiroq emas. Buni o'zim olib ketaman. Ma. Bu qitimqi cho'ng tutqunning vazifasi nima, Shoviy? Emgak kuch to'plash Shang'oy janoblari. Ularni nega olib bordi? Emgak kuchi eng ehtiyojli yer Germaniyaga olib bordi. Ma. Tez ma.